Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Mana bugungi xudo xolasa ikkala oshimizni zirvagini noldan tayyorlashni o'rganamiz do'stlar. Mana ko'rishingiz mumkin sabzisini. Mana inshaalloh chiroyli bo'lganini qarang mana qani. Mana sovuzlari do'stlar ko'rishingiz mumkin. Shira oshxonasi kelaverasizlar, povrimiz xizmatda mana. Ko'rib bitta baho beramiz, sabzi qanaqa to'g'rashiga e'tibor beramiz. Har qanday oshxonada har xil to'g'raladi do'stlar, bizda mana shunday to'g'ralar ko'rishingiz mumkin. Mana ikkala oshimiz sovuzlarini tayyor xudo xolasa. Aziz do'stlar, hurmatli obunachilar, mana ikkala oshimizni go'shti mana ko'rishingiz mumkin to'g'ralish jarayonida mana. Xudo xolasa mana dumbalari ham tayyor mana, dumbalari addenmi. Bu 2 kilodan oshiqroq go'sht bo'ladi, dumbasi addenli qo'shiladi do'stlar mana. Go'sht ko'rib baho berishingiz mumkin, to'g'ralishiga e'tibor beringlar do'stlar. Mana 2 kilo oshimizni go'shti do'stlar to'g'ralayapti mana ko'rishingiz mumkin. Mana shunday holat to'g'rab olinadi. Dunyodagi eng gigant osh. Eng mazali. Xudo xolasa videoni oxirigacha kuzatib boringlar do'stlar. Like, obuna bo'lishni unutmanglar. Do'stlar mana jizakni tavoliga oshimizni xudo xolasa ertib, buni yog'iga do'stlar birinchi piyoz solamiz. Ko'rishingiz mumkin. Mana yoyib qo'yamiz. Olalarimizni do'stlar mana ko'ramiz. Xo'p. Orasiga tezroq erish oson bo'ladi. Bitta go'shtimiz pishib turibdi, sovuzi pishib turibdi, piyozimiz ham pishib turibdi. Ikkala oshimiz jizasi yerida do'stlar mana. Xudo xolasa 2-3 minutdan keyin olamiz bu jizani. Bismillah. Bundan keyin jizani olgandan keyin do'stlar piyozimiz chiqadi. Hurmatli do'stlar, mana jizamizni mashina holatga olamiz ekan. O'ta qizartirib yubormaymiz, o'ta kuydirib yubormaymiz. Xomicha olib qo'ymaymiz, yog'ini olamiz ekan. Mana mashina holatda bo'ladi do'stlar, jizani ko'rib olasizlar, ko'rishingiz ham mumkin. Aynan qilib turgan yog'imizga xudo xolasa navbatdagi suyagimizni solamiz mana. Mana do'stlar, ko'rishingiz mumkin. Hop, bu suyag solamiz, suyagdan keyin piyozni solib, piyozdan keyin go'shtni solamiz do'stlar. Mana, piyoz bismillah. Do'stlar mana oshimizni go'shtni aylantiramiz mana shunday holatda. Zirvagini tayyor holatga oz qoldi do'stlar. Mana shu holatdan sabzini tashlaymiz. Mana do'stlar, xo'sh. Oshimizga sovuzimizni ham soldik. Xudo xolasa 15 minutdan keyin ustida to'kiyamiz do'stlar. Mana ko'rishingiz mumkin. Chiroylab gigant oshimiz, 2 kilo oshimiz. Masalan, shunaqa bo'ladi. Aynan qovurib olamiz. Atroflarini ochib, chiroylab do'stlar, ziravorlar, tuz, har xil kashinga to'g'rilab solamiz do'stlar, shu piyozdan oldin.
Do'stlar, videomga like va obuna bosishni unutmanglar do'stlar. Like bossalaring menga katta yordam qilgan bo'lasizlar. Do'stlar, mana xudo xolasa oshimizga o'sha nima aytadilar, shu oxirgi daqiqalar suvni ham quyamiz. Do'stlar, mana bir cho'mich suv quyib olamiz. Ko'rishingiz mumkin. Bir cho'mich do'stlar, narsa tutmay shartmas mana. Buni endi sekin gazimizni tilab qo'yamiz, sekin qaynaydi bo'lamiz. To'g'riga qancha qaynaydi bu? Keyin pastlatib qo'ysak. Og'zaga sovuq bilan kelib turib, oshimizdan bilan nimainglarcha taydimiz tilab qaynaykan do'stlar. Bu sharoitda bo'lsa yarim soat qaynasa bo'ladi, 20 daqiqa, yarim soat. Qani oshimiz taydagini olovini ko'ramiz, ketdik. Ana do'stlar, olovni ko'rishingiz mumkin. Mana pastlatib qo'yamiz ekan. Ana, biz oshimizni zakazimiz 2 kilo bo'lganligi uchun biz suvda 2 cho'mich suv quyamiz. Sizlar bu sharoitda uzoq turishingiz mumkin. Ana, endi mana shu holatda 20 daqiqa shu oshxona holatida qaynaydi do'stlar. 20 daqiqa qaynaganidan ichida bunda go'shti pishadi, sabzisi va qolgan mahsulotlar pishib oladi. 20 daqiqadan keyin buni tuzini, namagini ko'ramiz. Do'stlar, mana hozir zirvagimiz miltillab qaynayapti. Yarim soatdan keyin holatimiz bo'lsa bitta ko'rib baho berishim mumkin mana. Ana. Sizlarga ma'qul bo'lsa, bitta podpisatsiya bosib, do'stlar like tugmasini bosishni unutmanglar. Do'stlar, osh damlash jarayoni ko'rishingiz mumkin. Guruch solingan, mana shunday qaynayapti do'stlar. Xudo xolasa mana chiroylab qaynab chiqishi kerak do'stlar. Mana endi tuz ham solinyapti, ko'rishingiz mumkin. Mana behijolat. Mana do'stlar, qaynab chiqdi oshimiz, ko'rishingiz mumkin. Mana do'stlar, oshimiz damlash jarayonida hozir. Xudo xolasa guruchlar solingan. Mana suvlar tortildi. Ko'rishingiz mumkin. Mana povrakamiz sekin harakatda o'zlari. Sizlar ham o'sha sharoitda xuddi mana shunaqa qilib atroflarini o'rtaga to'plab olamiz ekan mana. Suvni tortganini bilib. Do'stlar, mana xudo xolasa oshimiz tayyor, damlash jarayoniga Do'stlar, mana oshimiz, 2 kilo oshimiz ochilish jarayonida mana qani yo bismillah, qani ana 2 kilo oshimiz bu do'stlar mana tayyor holatda. Endi xudo xolasa 4 ta tovoqqa yarim kilodan qilib taqsimlaymiz. Birinchi bo'lib oshni ochib olganimizdan keyin mana shunaqangi chesoylarni olib qo'yamiz do'stlar. Hurmatli obunachilar, menga like, podpisatsiya bosishni unutmanglar. Mana yo bismillah, oshimiz buzish jarayonini ko'rib turinglar do'stlar. Osh qilishni o'rganib olinglar. Noldan tayyorlanish jarayoni do'stlar. Noldan bo'lgan 100 gacha tayyorlanish jarayoni, zirvagigacha qo'shilgan, hamma yo'q bo'lgan do'stlar. Gigant oshlardan biri. Eng mazali, eng yoqimli, eng taomnomada O'zbekistonning milliy oshlaridan biri bo'lgan oshimiz. Do'stlar, shu orada ham bir narsa aytib o'tib ketishim kerak. Bu osh zakazga bo'lganligi tufayli oshimizni sabzisi kamroq bo'ladi do'stlar. Kilosiga nisbatan. Mana oshimiz do'stlar.
Mana do'stlar, oshimiz taqsimlanish jarayonida mana xudo xolasa buni tuxumlari ham bor. Mana ko'rishingiz bedana tuxum qo'yiladi. Har bitta tovoqqa mana yarim kiloga 5 tadan bedana tuxum qo'yiladi. Mana oshlarimiz ser go'shtgina do'stlar, ko'rishingiz mumkin. Mana go'shtlari xudo xolasa oshimiz ham ta'mi ham zo'r chiqqan. O'zimiz ham yeb ko'rib bir baho beramiz do'stlar. Do'stlar, mana oshimizni yeb ko'ramiz. Xudo ta'miga bir baho beramiz. Qani yo bismillahirrohmanirrohim. Oshimiz zo'r, gap bo'lish mumkin emas. Obuna bo'lishni unutmang do'stlar. Mana. Obuna odam keldi. Ashir nima deyapti?